O'rtoqlar, bitta qiziq istoriyani eshitib qoldim. Mustaqillik davridan keyin ham Orol dengizini saqlab qolish uchun birinchi prezidentimiz yetarlicha harakatlar qilgan ekanlar. Men orqamda turgan texnika O'rta Osiyoda 2 dona bo'lib, bittasi chetda ekan. Aynan shu texnikani 6 oy davomida qurishgan ekan va mana shu kelgan asfalt yo'l hamda temir yo'l aynan shu texnikani tashib olib kelish uchun qurilgan ekan. Bu texnikani maqsadi mana bunaqa kollektor 4 ta rayondan keladigan, ya'ni 4 ta tumandan Beruniy, Amudaryo, Ellikqal'a hamda To'rtko'l tumanlaridan yig'ilib keladigan suvni Orolga olib borib quyish uchun mana shunaqa kollektor qaziydigan katta texnikani olib kelib mustaqillikdan keyin qurishgan. Nima uchun kichkina ekskavatorda qazisa bo'lmaydimi desam, bu joy juda ham qattiq toshli joylar bo'lgani uchun, boshqa texnikaning kuchi yetmagani uchun mana shunaqa gigant, mega texnikani olib kelib shu joyda o'rnashtirib, mana shu kollektor qazilgan ekan. Hozirda bu kollektor 19 yil oldin 2007-yil o'z faoliyatini to'xtatgan. Ya'ni bu kranimiz, ya'ni ekskavatorimiz o'z faoliyatini to'xtatgan, lekin haligacha mana shu suv Orolga borib quyilyapti va Orolni qurishini oldini olayotgan hisoblanadi. O'rtoqlar, yigit kishi borki, texnikaga, temirga qiziqadi. Qadam tashlab yuradigan texnikani men umrimda birinchi marta ko'ryapman. Tovushini ko'ryapsizlar, bitta 212 bemalol sig'ib ketadi. Uni balandligi taxminan 100 metrdan oshiq, qornining kattaligini qaranglar. Kamida bir 300 tonna turadigan texnika o'zini o'zi ko'tarib, mana bunaqasiga shagat tashab, ya'ni qadam tashab yurib borib o'sha joylarni kovlar ekan. Afsuski bu texnikamiz 2007-yildan beri ish faoliyatini to'xtatgan ekan.